3 xonali kvartira 62.500 ga срочно sotilmoqda. Qo'shimchasiga ipotekaga olsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam joylashuvi bo'yicha ham 2 metroning yoni Turon metro, Chinor metro, Sergeli 2 mavzesdamiz. Qiziqqanlar bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring. Xonadonni batafsil ko'rsatib o'tamiz. Kvadrat maydoni ham kattagina 72 kvadrat metr. Mehmonxonasi ko'rgan bo'lsangiz kattagina, kengina, to'rtburchakkina kvadrat maydoni bo'lib turibdi. Romlari yangilangan, eshiklari yangilangan, gilamlari bor, konditsionerlari bor. Demak, xonadonimizga kirgan asosiy kirish eshigi, kirganda o'ng tomonda kladovka, chap tomondan boshlaydigan bu tomonda demak sanujeli alohida qilingan. Bu yoqda demak ikkita xona bor. To'g'rida birinchi xona, bu tomonda demak ikkinchi xona. Hamma xonalarga alohida kirsangiz bo'ladi. Hojatxonasi alohida. Bu yog'i oshxona. Oshxonadan balkonga kirsangiz bo'ladi. 1 metrga 7 metrli uzun balkoni bor. Verandasi foydalanishingiz mumkin, o'ziga mos holatda o'zgartirishlar kiritgan holatda. Aytib o'tdik, kvadrat maydoni 72 kvadrat metr, 9 qavatli uyning 8-qavatida zudlik bilan 3 xonali 62.500 ga joylashgan. Mana yana bir marta eslatib o'tyapmiz. Sergeli 2-massiv, Turon metro, Chinor metroning yonginasida joylashgan. Bu yerda 700 metr, 800 metr oralig'ida joylashgan ushbu kvartiramiz 62.500 ga sotilyapti. Ipoteka olsanglar ham bo'ladi. Quyidagi raqamlarga bog'laninglar, kelib ko'rib, tanishib, egasi bilan gaplashib, hujjatlarni tezlik bilan ipoteka olmoqchi bo'lsalaring, nomlarini chiqarib berishimiz mumkin.